Men bugun sovg'a oldim. Kelinglar sizlar bilan ochamiz ichini. Nima bor? Men hali o'zim ham ko'rganim yo'q. Xullas, tanishimiz bor. Opam bilan Linda degan ayol. Unga 70-60 shunaqa birinchi kelganimizda ikkalamiz bizani juda ham поддержка qilib, yo'l yo'riqlarni ko'rsatib, o'sha 2008-yilda kelgan bo'lsam, o'shandan beri shu xotin bilan aloqani uzmaymiz. Hamlarda podarkalar beradi, biz ham beramiz. Xullas, uni oldidan kelyapman. O'tib ketgan yanvarda tug'ilgan kunimga podarka yig'ibdi. O'shani hozir ochamiz. Bitta bunaqa kichkina paketik, ichida o'ralgan narsalar. Men hali ularni ochib ko'rmadim, uni ochamiz. Shu ichida nimadir? Bu nima? Raspberry orange hand cream juda ham kerak edi. Men qidirib yurdim, hozir qaysiini olsam ekan deb. O'shani ikkita naski bunaqa chiroyli print bilan. Linda juda ham har gal shirinlik qo'yadi. Qasmisiga shu o'ylashim bo'yicha shirinlik va shirinlik. Kim yaxshi ko'radi bu tofifi. Bu keyingi podarka. Body scrub. Badanga scrub ekan. Sanctuary Spa'dan. Ochib ko'ramiz. Ko'proq tuklarimni qo'yishga kichkinagina anaqa idishcha olmoqchi edim. Shunaqa yo'q, bu просто olivka yo nima solishga, такой salatница маленький. Katta коробочкада ekan. Kelinglar buni ochib ko'ramiz, nima ichida. Коробочка. Next. Смешно сам idish. Sigircha ekan bu. Nima qo'ysa bularning ichida ikkita idish qopog'i bilan hozir chiqadi. Mana bunaqa narsalari bor, uni takoy yumshoq yopilishi uchun qilingan. Ajoyib. Qanaqadir sovslaganmi yo tuz, shakar, murch chiqsa bo'lar ekan. Eri anaqammi? Taqimchoqlarimni qo'ysam bo'ladi, naverni. Juda chiroyli idish ekan, menga yoqdi, lekin hali o'ylab ko'rmadim nima uchun ishlatdim. Xolos shunaqa.